Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz. HSK4 test strategiyalari darslarini davom ettiramiz. Bugun biz gaplashadigan mavzu matnlar bilan ishlash orqali YOUDO'ni oshirish. Ko'pchilikda YOUDO muammo bo'ladi. Nima sababdan? Chunki matnlar bilan kam ishlangan va imtihon vaqtida matnlarni o'qib, uni mazmunini tushuna olmaslik sababli xato javoblar ko'payib ketadi va ball pasayib ketadi. Shu sababli tayyorgarlik jarayonida biz matnlar bilan ishlashni bilishimiz kerak va tayyorgarlik jarayonini o'zida biz YOUDO qismini ko'tarib olishimiz kerak. Imtihonga kirgunga qadar YOUDO ballaringiz yuqori chiqishi kerak. Umumiy ball 260, 270 atrofida bo'lishi kerak. Mana shunda imtihonga kirishinglar ancha xavfsiz bo'ladi. Matnlar bilan qanaqa ishlash kerak? Nimaga bunaqa YOUDOda matnlar bilan oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak? Sababi imtihon vaqtida vaqt omili bor. Ya'ni cheklangan vaqt bor. Har bir savol uchun 1 minutdan ajratilgan. Ham bu vaqt ichida matn bilan tanishib chiqish kerak, ham variant bilan tanishish kerak, ham savol bilan tanishish kerak, to'g'ri javobni tanlab olish kerak, noto'g'ri javoblarni chiqarib tashlash kerak va variantni belgilab qo'yishga ham ulgurish kerak. Lekin 1 minut vaqt bu bir matnni o'qib tahlil qilib tushunib olishga juda ham qisqa. Shu sababli biz vaqtga qo'yib ishlashimiz kerak. Endi o'zimizni darsligimizni matnlari bilan ishlash orqali ham gaplarga ishlasak bo'ladi, ya'ni gap tuzish qismiga, shu ishni ikkinchi qismi zavjiy qismiga ishlasak bo'ladi, ham YOUDO qismiga ishlasak bo'ladi, ham tingligiga ham o'z-o'zidan bu ta'sir qiladi. Tingligimizni ko'tarishda ham foydalansak bo'ladi yoki YOUDOni oshirishda ham foydalansak bo'ladi. Endi hozir avval YOUDO haqida gaplashamiz. YOUDO bu har bir qism, har bir aytaylik 40 ta savol bo'lsa 40 minut belgilangan va har bir savol uchun 1 minutdan ajratilgan. Shu sababli biz juda ham tez matnni mazmunini o'qib tushunishimiz kerak. Lekin ko'pchilikda nima bo'ladi? Matnni qayta o'qiydi, tushunmaydi yoki endi bir qismini o'qib bo'lgan, vaqti tugab qoldi yoki o'qib kirishib ketadi-da, boshqa savollarni vaqti shu yerda sarflanib ketadi yoki o'qiydi, noto'g'ri tushunib qo'yadi va shu tariqa javoblar noto'g'ri bo'lib ketaveradi. Keyin balli pasayib ketadi. Shuning uchun matnni tez o'qish kerak, tez ma'nosini tushunish kerak. Men bu yerda tavsiya etaman, iyerogliflarni talaffuz qilmasdan ko'z yugurtirib matnning mazmunini tushunib olishni. Chunki iyeroglif o'qish kerak yo'q. Hech kim bu iyeroglifni o'qib ber demayapti, gapirib ber demayapti, tarjima qilib ber demayapti. Nima qilsak qilamiz, shu matnning mazmunini tez tushunib olamiz va savolni o'qib, javobini belgilab ketamiz. Bir xilli avval savolini o'qiydi, keyin tepadan shu savolning javobini qidiradi va topganini belgilaydi. Endi bundan ham yaxshiroq usul, yanada tezroq vaqtni tejaydigan va to'g'ri javobni topishga yordam beradigan usul tezda matnni ko'z yugurtirib tushunib olish va savolni o'qib javobini belgilash. Endi matnni tez o'qiy olmasa-chi, tarjima qilguncha 1 minutdan ko'p vaqt ketib qolsa-chi, yoki tarkibidagi ko'pgina so'zlarni bilmasa-chi, yoki qayta o'qiyapti, hech narsani tushunmayapti, mazmunini chaqolmayapti. Bunga endi oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Avvalo, so'z masalasi sizda hal bo'ladi. Chunki siz so'zni o'rganib boryapsiz. So'zni qay tariqa o'rganish kerak? Birinchidan, bazani o'zidan olish kerak. Mana HSK4 darsligini o'qib boryapsiz, baza olasiz. Ikkinchidan, testni ichidan o'rganasiz. Har hafta testlash yo'lga qo'ygan bo'lishingiz kerak va har hafta ishlagan testlaringizni tahlil qilib, so'zlarini ustiga yozib chiqib, uni yodlab yurishingiz kerak. Hamda qo'shimcha materiallardan so'z yodlaysiz. Har xil tingli, YOUDO, Shushi, HSK2 darsliklari bor. Mana shu darsliklardan chiqadigan so'zlarni yodlaysiz. Hamda HSKning o'zining lug'atidagi so'zlarni yodlaysiz. Shu tariqa sizning so'zlar hal bo'ladi. Ikkinchi narsa tezlik. Endi kelaylik bugun tezlikka ishlash haqida gaplashamiz. Tezlikka ishlash uchun biz buni birma-bir iyeroglif o'qib chiqa olmaymiz. Vaqtni tejash uchun. Tezda ko'z yugurtirib olishimiz kerak. Ko'z yugurtirib mazmunini tushunib olishimiz kerak. Bunda qanaqa? Imtihon vaqtida bizda shunaqa imtihon kitobchasi bo'ladi va qo'limizda 2B qalam bo'ladi. Yozib chizib bemalol ishlashimiz mumkin. Endi nima qilish kerak? Matnni birma-bir o'qib o'tirmaymiz.
Kelaylik bir eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Qani, o'qib tarjima qilib ko'ramiz va o'qimasdan tarjima qilib ko'ramiz. Hozir o'qib tarjima qilib ko'ramiz. Qancha vaqt ketadi? Oldiniga men sekundomerni belgilayman, telefon orqali belgilamayman. Vaqt ketdi. O'qib tarjima qilib beraman. 听说你男朋友丽晶跟你是一个学校的，是你同学吗？是的，他学的是新闻，我学的是法律，我和他不是一个班。那你们俩是怎么认识的？我们是在一次足球比赛中认识的。我们班跟他们班比赛，他一个人踢进2个球，我对他印象很深，后来就慢慢熟悉了。你为什么喜欢他？他不仅足球踢得好，性格也不错。Mana o'qib bo'ldik. Endi buni tarjima qilishimiz kerak. Chunki ko'pincha odamlar iyeroglif o'qiydi, lekin uni tarjimasini tushunmaydi. Endi tarjima qilamiz. Eshitishimcha, sen yigiting Lijin bilan bitta universitetdan ekansizlar. Sizlar kursdoshmisizlar? Ha. Biza uni o'qiydigani jurnalistika, mani o'qiydiganim huquq. Man va u bitta guruhdan emasmiz. Unda sizlar qanaqa qilib tanishgansizlar? Biza bir safargi futbol musobaqasida tanishganmiz. Bizani guruhimiz bilan ularni guruhi musobaqalashgan. Uni bir o'zi 2ta gol urgan va u menda chuqur taassurot qoldirgan. Keyinchalik biz sekin-sekin bir-birimiz bilan tanishib bordik. Sen nimaga uni yoqtirasan? Uni nafaqat futbol o'ynashi yaxshi, xarakteri ham yaxshi. 1 minut u 16 sekund. Tez o'qidim, tez tarjima qildim. Lekin ko'pchilik tez o'qib, tez tarjima qila olmaydi-ku. 1 minut u 16 sekund. Bu to'g'ri emas. Endi hozir tezda ko'z yugurtirib, xuddi mana shunday tekst, pastida xuddi shunday tekst tanlayman. Mana. Bunda qanaqa bo'ladi? Bizda imtihon vaqtida ham matnli deyarli shunaqa bo'ladi. Iyerogliflarni sanab chiqaylik. Imtihon kitobchalaridagi matnli iyerogliflar va buni sanab chiqaylik, deyarli bir xil bo'ladi. Endi qani ko'z yugurtirishga o'rgataman. Asosiy mana bunaqa ma'lumotlarni tagiga chizib tashlaysiz. Mana shunday ko'z bilan qaraymizda ko'z yugurib ketadi, bunaqa asosiy ma'lumotlarni tagiga chizamiz mana. Ketdik. Xo'p. Hazillashyapti, hayron bo'lyapti. Eguya tanishganiga 1 oy bo'lgan. Tanishgan vaqti ko'p emas, lekin bunchalik xursand bo'lmagan. Birga bo'lganda ishonch ayhovlari ham bir xil. Birga ayhovlari qanaqa ekan? Dachi qiladi, chang'i qiladi, zo'tsa qiladi. Undan keyin o'ziga xirshidini jag'do qilibdi mana. Birga juni shifu deb qo'ydi. Demak, odamlarni o'zaro munosabatlari, birgalikda nima qilishlari haqida gap ketyapti. Ko'rdinglarmi? Kerak joylarini o'zini men belgilab chiqdim. Ko'z yugurtirib turib, men buni mazmunini aniq tushunib olganim yo'q. Chunki menga buni mazmuni kerak emas. Hozir savol beriladi-yu, shu savolni javobi kerak menga. Prosta men ichidan qarab oldim, nimalar bor ekan o'zi bu yerda. Meni hozirgi savolim qayerda berilgan ekan deb men ichidan qarab oldim. Va tez qaraganimda ma'no mazmun esimdan chiqib qolmasligi uchun tagiga kerakli joylarga chizib tashladim. Shuni yarq etib ko'rinib turadigan joylarga chizib tashladim. Kalit so'zlar deydi-ku, ingliz tilida ham shu usuldan foydalanganmiz. Azga tayinlanayotganda. Mana qaranglar, hattoki buni o'zbek tiliga tarjima qilib o'tirish ham shart emas. Mana qaranglar, kelasi oy 5-sana. O'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilish ham shart emas. Shunchaki meni tushunib ketsangiz bo'ldi. Hazillashyapsanmi? 1 oy bo'ldi tanishganligi, vaqt uzoq emas, lekin bunchalik xursand bo'lmaganman. Birga bo'lganda gongto shinchi ayhovlar bo'lishi kerak. Shinchi ayhovlar qanaqa dachi chang'i zo'tsa qiladi, ixshidajini topibdi, unga shinfu o'tiladi. Qaranglar, o'zbek tiliga tarjima qilib o'tirish ham shart emas. O'zingiz tushunsangiz bo'ldi bu yerda. O'zingiz ma'nosini chaqib olsangiz bo'ldi. Savolga to'g'ri javobni topsak bo'ldi. Endi hozir xuddi shu narsani matnda ko'rsatib beraman. Endi buni kuchaytirishni hamma ham boshida, chunki ko'p o'quvchilarim bilan ishlaganimda, birinchi shu eksperiment qilganimizda, agarki Xitoy tilisi kuchli bo'lsa, buni zo'r qiladi, lekin Xitoy tilisi sustroqlar unaqa zo'r qila olmaydi. Ular buni yaxshi qilisha olmaydi. Qarayman, bir xil oxiriga chiqib bo'lgan bo'ladi, vaqt belgilab beradi. Masalan, davay 20 sekund, davay 30 sekund, majburlaylik o'zinglarni. Tezda 30 sekund shuni mazmun uchun bo'lishi kerak. Davay chizinglar deyman-da, kitoblik ishlashadi-da. Bir xil bor yo'g'i 2 ta qator qilgan bo'ladi. Bir xil hammasini qilib bo'lgan bo'ladi. Qila olmayapman deydi. Nimaga 2 qator qilding desa, qila olmayapman. Umuman kerakli so'z topolmayman deydi. Buni kuchaytirish uchun ko'p-ko'p shu ishni ko'z yugurtirib o'qishni kuchaytirish kerak. Ko'p-ko'p matnlar bilan ishlash kerak. Endi hozir shu narsani men testda ko'rsatib beraman. Hozir biz bitta test tanlab olamiz va shu eksperimentni
Testda ko'rsatib beraman. Sizlar testlayotgan paytinglarda shu usuldan foydalanishga harakat qilinglar. Testimiz 01 variant ekan mana. Vaqti bilan tanishamiz. 40 ta savolga 40 minut vaqt berilyapti. Tingli qismi keyin gaplashamiz bu haqda. So'z qo'yadigan qismi haqida ham bir safar dars o'tib hammasini ko'rsatib beraman. Rosa oson. 30 sekundda qilib bo'lasizlar, ishonasizlarmi? 46 dan 55 gacha 30 sekundda qilib bo'lasizlar, hammasini to'g'ri qilasizlar. Men buni xudo xohlasa sizlarga o'rgatib qo'yaman. Bu qismini ham o'rgatib qo'yaman. Ko'pchilik qiynaladi. Mana biz hozir bu haqida gaplashyapmiz. Mana qaranglar, uzunasiga bergan, mana bunaqasiga qatorasiga qo'yib chiqsam, hozirgi tekstlarimiz bilan deyarli bir xil bo'lib qoladi. Endi buni o'qib o'tirsam, vaqt ketadi. Hozir kelinglar, yana eksperiment o'tkazib olamiz. O'qib tarjima qilaman. Keyin ko'z yugurtirib. Telefonimdan vaqtga qo'yaman, vaqt ketdi. 刷牙的时候，水太冷或者太热，都会给牙的健康带来不好的影响。研究发现，用35度的温水刷牙才是最合适的。Tushayotgan paytda juda sovuq suv yoki juda issiq suv odamning tishlarini salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'rganishlardan shu narsa bilinyaptiki, 35 darajadagi iliq suvda tishlar tozalanadigan bo'lsa, bu juda mos bo'lar ekan. Ya'ni tishga 35 daraja iliq suv mos tushar ekan. 38 sekund bitta matnni o'zini o'qishimga, savolni o'qishim kerak, hali variant bilan tanishishim kerak. 刷牙是我们应该 tish tozalayotgan paytda biz nimadir qilishimiz kerak. 使用温水 iliq suvdan foydalanishimiz kerak. 常换牙刷 tez shotkalarimizni almashtirib turishimiz kerak. 早晚各一次 ertalab kechqurun bir martadan yuvishimiz kerak. 至少刷5分钟 kamida 5 minut ishqalab yuvib turishimiz kerak. Endi yana kerakli eksperiment oxirigacha yetkazib olaylik. Endi mana bu yerda men kerak joylariga chizib qo'yaman. Yana vaqtga qo'yaman. Qanchada bo'ladi bunda? Ketdik. Hozir birinchi ruchkamni tayyorlab oling. Mana ruchkam. Ketdik. Xo'p, bu tavjih haqida ketyapti. Mazasi yaxshi. Imom butilkasi ham san'at darajasida. Xohlaydi xarid qilishni ko'pincha butilkasi odamlarni o'ziga jalb qiladi. 15 sekundda qilib bo'ldik. Ana endi topamiz. 这种葡萄酒 bu vino qanaqa? Tiyin. Bu haqida biz hech narsa bilmaymiz. 是艺术品 bu qanaqadir san'at asari emas. Vino bu san'at asari emas-ku. Butilkasi haqida gapiryapti. 酒品很特别 mana butilkasi juda bir o'ziga xos, ajoyib. 是当地制造的 mahalliy ishlab chiqaradi. Bu haqida ham hech narsa bilmaymiz. Mana butilka haqida gapirildi mana bu o'rinlarda. Mana bu yerda juda mana yuqori darajadagi san'at asari ishlashadi. Ko'pchilikni mana bu yerda o'ziga tortadi deyapti, ko'ryapsizlarmi? Ko'pchilik buni olib qo'yadi-da. Lekin mag'zini chaqinglar. Vino san'at asari emas. Rasmlar yoki biror ishlar san'at asari, vino emas. Vino ichimlik. Uni butilkasi san'at asari. Mana bu o'ziga xos dedi. Ko'rdinglar? Bu narsa mana bu yerda tabiiy degan narsa. Ko'pincha matn takrorlangan narsani olishga harakat qilishadi. HSK to'g'rida bu har doim ham to'g'ri chiqarmaydi. Ba'zi to'g'ri chiqib qoladi. Asosan bu yerda o'qib bajarish kerak. Qaranglar. 15 sekundda o'qib bo'ldik, yana 5-6 sekundda javobini topib qo'ydik. Mana shu usulni men tavsiya qilaman. Endi sizlarga hozir javobini topishni ham o'rgataman. Birinchi qiladigan ishimiz ko'z yugurtirib, matn bilan tanishib olish. Hattoki fikringlarni aniq bo'lishi uchun, o'zingizlar yaxshi tushunishinglar uchun bunaqa chetlariga yozib tashlasangiz ham bo'ladi. Tez aniq yozib tashlasangiz ham bo'ladi. Fikringlar aniq bo'lib turishi uchun. Keyin savolni o'qiymiz. Ikkinchi, savolni o'qishda shoshilmanglar. Voy, tez o'qib olishim kerak, savol nima ham derdi. Emas. Agar savolni noto'g'ri tarjima qilib qo'ysanglar, javobingiz noto'g'ri ketib qoladi. Shuning uchun matnni shoshib o'qisanglar ham savolni shoshmanglar. Aynan nima so'radi aniqlashtirib olinglar. Uchinchi, variantlar bilan tanishamiz va noto'g'ri javoblarni chiqarib tashlaymiz. Yo'q, bu narsa aytilmadi.
birinchi bo'lib to'g'ri javob chiqib qolsa ham shoshilmaylik. Balki u noto'g'ridir. Balki u sizga to'g'ri tuyulayotgandir. Hech kim testga kirib men noto'g'ri javob belgilayman deb kirmaydi-ku. Bilmasdan noto'g'ri javob belgilab qo'yadi. Balki siz noto'g'ri javob to'g'ri javob deb o'ylayotgandirsiz. Shuning uchun to'g'ri javob agar A javobda bo'lsa ham, uni belgilashga shoshilmang. B, C, D javoblarni chiqarib oling. Qanaqa qilib chiqarib olasiz? Bu ma'lumot berilmagan yoki bu ma'lumot noto'g'ri berilgan. Ikkita narsa bilan chiqarib olasiz. Ikkita nima deydi? Me'yor bilan chiqarib olasiz. Bu ma'lumot berilmadi. Bu ma'lumot noto'g'ri. Boshqacha gapirildi matnda deb chiqarib olasiz. Va to'g'ri javob qoladi. To'g'ri javobni belgilashdan oldin bitta matndan tekshirib oling. Har qayerda shunaqami? Shunaqa ishlayki, xato qilishga o'zingizga imkon qoldirmang. Har qanaqasiga to'g'ri javob bo'lsin. Birinchi matn bilan tanishing, ikkinchi savolni yaxshilab tushuning, uchinchi variant bilan tanishing, to'rtinchi noto'g'ri variant chiqarib tashlang, beshinchi to'g'ri javob tanlab oling. To'g'ri javob ekanligini ham isbotlang va tezda ishonchingiz komil bo'lsa, uni javoblar varag'iga belgilab keting. Chunki 40 minutdan ortiq sizga vaqt berilmaydi. Siz ishlab hammasini belgilab bo'lgan taqdiringizda ham 40 minut o'tdi bo'ldi, shu bilan boshqa sizga vaqt berilmaydi. O'sha vaqt ichidagina siz belgilab olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun javoblaringizni aniq belgilab keting. Bir xilla hattoki hammasini ishlab bo'ladi, lekin javobni belgilay olmaysiz. Shuning uchun balli pasayib ketadi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Shuning uchun vaqtida javoblari aniqmi, to'g'rimi belgilab keting. Mana shunaqa holatda agar ishlaydigan bo'lsangiz, ancha-muncha javoblaringiz to'g'ri chiqadi va ballingizni ko'tarib beradi. Bu darsimiz faqatgina matnlar bilan ishlash haqida bo'ladi. Tezlikda ishlash haqida bo'ladi. Endi bu darsimiz yuzasidan vazifalarni, topshiriqlarni beraman. Birinchi, matnlar kerak bo'ladi bizga. HSK4 matnlarini topasiz. HSK4 darajasidagi darslik bo'lishi ham mumkin yoki internetda HSK4 matnlari deb yoki ChatGPTdan HSK4 matnlari deb olishingiz ham mumkin. Ikkinchi, matnlarni iloji bo'lsa chiqarib olinglar qo'lingizga, chunki qalamda yozib ishlaganinglar osonroq. Tezda ko'z yugurtirib o'qishni o'rganing. Hali so'zlarini ko'p bilmasligingiz ham mumkin, lekin imtihonda ham hamma so'z siz bilasiz degani emas. Bilmagan so'zlaringiz bilan ishlashni o'rganing. Borgan sari o'sha bilmagan so'zlaringizni kamaytiring. Biz nima uchun kurashyapmiz? Biz bazani egallash va imtihonda testni o'ta baland ball bilan yakunlash haqida o'ylashimiz kerak emasmi? Shuning uchun so'zlarni bilmayapsizmi? O'sha yerda topib yoting, kelasi safar biling o'sha so'zni. Borgan sari so'zlaringiz ko'payib borsin. Men hali so'z bilmayman deb o'tirmang. Testni ham ishlang, so'zni ham yodlang va qo'shimcha ishlarni ham ishlang. Kurashish mana shunaqa bo'ladi. Men kitob tugatib oling, keyin testlayman. Unda ballaringiz ko'tarilmaydi va imtihon tezda kelib qoladi va testlashga ulgurmagansiz, balli ko'tarishga ulgurmagansiz. Aslida siz balli ko'tarish uchun kurashishingiz kerak emasmi? To'g'rimi? Bu degani siz hozirdan testlashingiz kerak. Hozirdan so'z bazani ko'tarib yodlashingiz kerak. Endi matnlarni tezda ko'z yugurtirib o'qib, mazmunini tushunishga harakat qiling. Va testlayotgan paytingizda hozir men o'rgatgan usulni qo'llashga harakat qiling. Tez testlar ishlab, ballaringizni ko'tarishga harakat qiling. Bugungi darsimiz shundan iborat. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Vazifalarni vaqtida bajarib, hammasini joy-joyiga topshirib, ballarni ko'tarib boringlar. Salomat bo'linglar.